Sardor Azmun Eron terma jamoasidan haydaldi. Butun sharq mamlakatlari, jumladan Eronda bo'layotgan siyosiy muhit futbolga ham ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Eron terma jamoasining yetakchilaridan biri Sardor Azmun terma jamoadan haydaldi deb xabar bermoqda Eron nashrlari. Siz ham men kabi sababiga qiziqayotgan bo'lishingiz aniq. Demak, hozir shuni ko'rib chiqamiz. Eronlik hujumchi hozirgi kungacha Birlashgan Arab Amirliklarining Shabab al-Ahli Dubay jamoasida to'p surardi. Terma jamoadan haydalishiga asosiy sabab qilib Instagram ijtimoiy tarmog'ida Azmun Dubay amiri bilan ko'rishgan fotosini pin qilgani aytilmoqda. Mana shu ish uni Eron terma jamoasidan haydalishiga sabab bo'lgan. O'zi Eronni Amerikada bo'lib o'tadigan jahon chempionatida ishtiroki salgina so'roq ostida bo'lib turgan edi. Mana endi o'lgan ustiga tepgandek, terma jamoa yetakchisi ham safdan chiqarildi. Sizningcha Azmun jahon chempionatiga borarmikin? Nafaqat Azmun, balki Eron terma jamoasini jahon chempionatida ko'rarmikinmiz?